Ramazandaki ixlasınız. Allah'a bo'lgan qulluğunuzni amaliylashtirish uchun Allah Azze ve Celle'nin razılığı ve savabını umid qilgan holda Allah'a haqiqiy yuzlanishiniz ve niyetingizni xolis qilishingiz amallarda shart qilingan ixlosni ko'rsatib beradi. Ixlos degan amal uningsiz qabul qilinmaydigan buyuk bir ma'niga ega so'zdir. Balki har qanday bir amalda ixlos qilish va Qur'on sunnatga ergashish shartdir. Bu haqda Alloh taolo bunday deydi: Sizlardan qaysinglarning amalda eng yaxshi ekanligini sinash uchun Alloh o'limni va tiriklikni yaratdi. Alloh g'olibdir, tavba qilguvchini nihoyat mag'firat qilguvchidir. Fuzayl ibn Iyaz, Allah uning rahmat qilg'ay, ahsanu amala, eng yaxshi amal degan so'zning ma'nosi haqida eng xolis va eng to'g'risi amal ixlos bilan qilinib, to'g'ri bo'lmasa qabul bo'lmaydi. To'g'ri bo'lib, ixlos bo'lmasa yanada qabul qilinmaydi. Bir amalning qabul qilinishi uchun har ikki shart topilishi kerakdir. Xolislik Alloh rozi uchun bo'lgani, to'g'rilik sunnatga asosan bo'lganidir degan. Amal qilish irodamizni Alloh taologa yaqinlashish va u zotdan ajr tilash niyati bilan ixlosni qo'lga keltirishga yuzlantirishimiz kerak. O'tkinchi dunyoning arzimas matolari uchun Allohdan boshqani ko'zlash qalb amallarining eng nachiri bo'lganidek, Allohni va oxiratni ko'zlash qalb amallarining eng sharafli hisoblanadi. Allah Taala Qur'on Karimda bunday deydi: Kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning qilgan manfaatining ba'zisini beramiz. Uningga oxiratda savobdan hech nasibi yo'qdir. Qilgan yaxshi amallari bilan faqat hayoti dunyoni va uning zebu zinnatini, ya'ni dunyoning ne'matlarini ko'zlaydigan kishilarga ularning amallarining ajrini bu dunyoda to'liq beramiz. Dunyoda ularning ajridan hech narsa kamaytirilmaydi. Bunday kishilarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Ularning qilgan ishlari yo'qqa chiqariladi. Qilgan yaxshi amallari hisobga ilinmaydi. Aziz Allah Taala yana bunday deydi: Kimki oxiratni ko'zlaydi ekan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladi ekan, unda odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bu oyatlar va ularga o'xshagan boshqa oyatlar ko'rsatib beradiki, har qanday bir amalda iroda va niyat nihoyat muhimdir. Chunki amallar niyat bilan hisobga tortiladi va qiyomat kuni niyat qarab taroziga qo'yiladi. Bu haqda mashhur bir mutavatir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday deydi: Haqiqatan amallar faqat niyatlarga bog'liqdir. Har kishiga faqat niyat qilgani bo'ladi. Kimki Alloh va uning rasulining roziligini ko'zlab hijrat qiladi ekan, ko'zlaganiga erishadi. Kimki ozg'ini dunyoga erishish yoki biror ayolga o'yinish uchun hijrat qilgan bo'lsa, faqat shuningga erishadi. Amal qanchalik oz bo'lishidan qat'iy nazar, xolis niyat bilan qilingan bo'lsa, Alloh rasuli aytgandek katta mukofotlanib, natijasida ajr beriladi. Hadisda sen Allohning roziligini tilab sarf qilgan har qanday xarajatingga, hatto ayolingning og'ziga solgan narsaga cho'qim ajr olasan deyilgan. Amallarni texmi yuksaltirib, ustun darajalarga ko'taradiganimi va yoki jahannamning eng cho'nqur qatlamlariga tushiradiganimi dal shu niyatdir. Amal garchi yuksak bo'lsa-mu, ixlos bo'lmasa, insonni halokatga boshlaydi.
Bu vaqtda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam undaq deydi: Qiyomat kuni eng avval hisob qilinadigan kishilarning birinchisi shahidlardir. Bir shahid Allohning huzuriga elib kelinadi. Allah bu kishiga bergan ne'matlarni tunutadi, bu kishimi e'tirof qiladi. Allah u kishidan: "Bu ne'matlar bilan nima ishlarni qilding?" deb so'raydi. Bu kishi: "Ey Rabbim, sening roziliqing uchun shahid bo'lgan qadar urush qildim" deb javob beradi. Allah: "Sen yolg'on so'zlading. Faloni jasoratli kishi ekan, deyilsin deb urush qilding. Sening arzu qilganing bo'yicha shundoq deyildi" deydi. Ondan Allah tarafidan u kishi yuzichilab so'rilib do'zaxga tashlanishga buyuriladi. Ikkinchi bo'lib ilm o'rgatgan va Qur'on Karim o'qigan bir kishi Allohning huzuriga keltiriladi. Allah u kishiga ne'matlarni tunutadi, u kishimi e'tirof qiladi. Allah u kishidan: "Bu ne'matlar bilan nima ishlarni qilding?" deb so'raydi. U kishi: "Ilm o'rgandim va o'rgatdim. Sening roziliqing uchun Qur'on o'qidim" deb javob berdi. Allah Taala u kishiga: "Yolg'on so'zlading. Sen ilmni faloni kishi olimkan va Qur'on o'qiydigan qori ekan, desin deb o'rgandim. Amaliyotdimi shundoq deyildi" deydi. Ondan Allah tarafidan u kishi yuzichilab so'rilib do'zaxga tashlanishga buyurildi. Uchinchi bo'lib har xil mol-dunyo berilgan bir boy Allohning huzuriga elib kelinadi. Allah u kishiga ne'matlarni tunutadi. U kishimi e'tirof qiladi. Allah u kishidan: "Bu ne'matlar bilan nima ishlarni qilding?" deb so'raydi. U kishi: "Bu mollarni sen sarf qilinishni yaxshi ko'radigan yo'llarga sarf qildim" deydi. Allah u kishiga: "Yolg'on so'zlading. Sen faloni sehiy ekan, deyilishi uchun shundoq qilding. Amaliyotdimi shundoq deyildi" deydi. Ondan Allah tarafidan u kishining yuzichilab so'rilib do'zaxga tashlanishiga buyruq qiladi. Ey qiyomat turg'uchi va ro'zador qarindishim, ixlosni oddiy bir ish deb o'ylab qolmang. U amallarning tayanchidir. Bandalarning yaxshi yoki yomon oqibatlari ixlosga bog'liqdir. Niyatni xolis qilgan kishi ijodga erishadi. Niyatini dunyoga qaratgan kishi halok bo'ladi. Jumladan Sahl at-Tasturi nafs uchun ixlosdanmi mushaqqat kerak bir amal bo'lmasa kerak. Chunki ixlosda nafsning nasibasi bo'lmaydi. Yusuf ibn Husayn ar-Rozi bunday deydi: "Dunyodagi eng qimmatli narsa ixlosdir. Men qalbimni riyodan tozalash uchun ko'p tirishchilik ko'rsatdim, lekin u yanada qalbda shakl o'zgartib, unum chiqayotgandek qiladi." Mutarrif ibn Abdullah duo qilib: "Ey Alloh, men sana tavba qilib, yana qayta sodir qilib solgan ishlardan mag'firat talab qilaman. Sening roziliqing uchun qilaman deb va'da berib, va'damni turolmagan ishlardan mag'firat talab qilaman. Sening roziliqingni ko'zlab qilgan, ondan u ishlarga sen yaxshi bilsan, yomon niyatlar aralashib qolgan bo'lsa, sendan mag'firat talab qilaman" deydi. Sufyan as-Savri hech bir ish bilan niyatimni tutishga apilashgandek gapirishib boqmadim, chunki u davomli o'zgarib turadi degan. Yusuf ibn Asbat bunday deydi: "Niyatni buzuqchilikdan poklash ko'p tirishchilik talab qilganligi uchun amal qiluvchilarga eng qiyin ish bo'lib hisoblanadi." Salaf solihlar ixlosning kam bo'lishining amallarni yo'q qilib o'tishidan ansirab, har qanday ishda ixlosman bo'lishga tirishchilik ko'rsatdi. Bir kishi Nafi ibn Jubayrga jinozaga qatnashmamsan degan edi. U javoban: "Sen niyat qilgandek niyat qilib olay" degan va bir oz turilib, "Endi mayli" degan. Ularning bu xil hushyorligidan hayron qolmang.
Chunki ular amallarda Allah razılıq üçün ixlas ruhini hazır qilishning savobni haslandiradiganligini obdan biladi. Ular haslab savob olish uchun niyatni xolis qilishga qattiq erisman edi. Jumladan Yahya ibn Abi Kasir Allah Taologa amaldinmi tezroq yetib boradigan niyatni o'rganinglar degan. Davud at-Tai bütün yaxshiliklarning niyatning go'zal bo'lishiga mujassamlanganligini ko'rdim. Garchi amalga oshira olmasangmi, niyatingning yaxshi bo'lishi yetarlidir deydi. İbn Mubarak ba'zi kichik amallarni niyat cho'ngaytib beradi, ba'zi cho'ng amallarni niyat kichikaytiradi degan. Ey ro'zador qarindishim, Ramazon ve Ramazandan başka vakitlerdeki bütün amellarimizin kabul buluşu, kılıngan niyet ve ümit etilgen savap bilen on tanasıdır. Halis niyet ve savap ümit kılış, ihlasın özüdür. Tutulgan roza, keçilik kıyam, Kadir gecesini ibadet bilen ötküzüş, Kur'an tilaveti ve bunundan başka barlık dini amellerde ihlas ve savap ümit kılış şarttır. Allah Taala bunda deydi. Ular faqat ibadetni Allah'a xolis qilgan, haq diniga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Namozni ado qilishga, zakotni berishga buyurildi. Ana shular, ya'ni ibodat, ixlos, namoz, zakotlar to'g'ri dindir. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom shundoq deydi-ki, kimki Ramazonda chin ixlos bilan savob umid qilib qiyomda tursa, uning burungi gunohlari mag'firat qilinadi. Yana bir hadisda, kimki Qadr kechasi chin ixlos bilan savob umid qilib qiyomda tursa, uning burungi gunohlari mag'firat qilinadi. Kimki Ramazonda chin ishonish bilan savob umid qilib qiyomda tursa, uning burungi gunohlari mag'firat qilinadi degan. Chin ishonish bilan deganning ma'nosi u ilohiy taklif haqdir deb e'tiqod qilgan deganlik bo'ladi. Savob umid qilib degan so'z haqida Imom Xattabiy bunday deydi. Allohning savobini orzu qilgan holda ro'zini ig'ir ko'rmay va kunlarni uzun sanamay ko'ngildan rozi bo'lib tutishdir. İmam Nevevi bunday deydi. Xaloyiqqa ko'rsatishni va ixlosga zid keladigan ishlarni maqsad qilmay, bir Allohni maqsad qilishdir. Ey ro'zador qarindishim, ibodatingiz va itoatingizni qo'llashga, ularni riyodan, maqtanishdan va kishilarning diqqat e'tiborini jalb qilishga zo'riqishdan saq tutishga tirishing. Rabi ibn Husayn bunday deydi. Allah razılığı məqsəd qılınğan hər qandaq iş yo'qolishga mahkumdur. İbn Cevzi bunday deydi. Ey miskin, sen gündüzni açlıq və susuzluq bilan, kechini uzun ruku səcdələr bilan o'tkazganingga qarabla o'zingni ro'z tutuvchi hisoblamsan, cho'chirini xamsirabsan. Sen qanchalik kamtar bo'la olading? Allohdan qanchalik aymanding? O'zingni Ramazon oyida g'alaba qozonuvchi ro'zadorlardan hisoblashga oldirma. Sen niyatingni xolis, qalbingni pokiz qilib, küçük amallardan saqlanadigan va ularni orzu qilmaydigan holga kelmaguncha hargizmi nijotlikqa erishganlar qatoridan bo'la olmaysan. Ey Allah, bütün amallarimizni solih amallar qilib bergin. Kishilar uchun emas, faqat sening roziliqing uchun bo'lgan xolis amallardan qilib bergin. Bu muborak oyda iymon etgan va savob umid qilgan holda ro'z tutishimizga va qiyomda turishimizga yordam qilgin. Amin.